Barchamizga kelayotgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Bahor fasli, uyg'onish fasli. Demak, sartaroshlari ishi endi 5 bo'ladi. Xudo xolasa, ishi 5 bo'lishini inobatga olib, yangi yilda chegirma bergan edik. Ya'ni 5 million so'mga ko'plab shogirdlarimiz sartaroshlik kasbini o'rganib, malaka oshirib, hozirgi kunda ayrim filiallarimizda ayrim shogirdlarimiz ishlab yurishibdi. Kecha bir shogirdim bilan suhbatda aytishdiki, jiyanim shu chegirmaga ulgurmay qoldi. Lekin asosan o'qishni xohlayapti, oilasi qiynalgan oila deb so'rashyapti. Mana shunday qiynalgan yoki kasbga ixlos qilganlar uchun 19-20 mart kunlari chegirma berdik 5 million so'mdan 10 ta qiynalgan oilaga chegirmada va 10 ta yetim bolalarga bepul o'rgatamiz deb chegirma berdik. Demak, bemalol yozishingiz mumkin. Hijolat bo'lmang. Xudo xolasa bu yog'i bahor, sartaroshlar ishi 5 bo'ladi, chunki shapkalar yechiladi, sochlar taraladi, hamma o'ziga qarash, oro berish boshlanadi inshaalloh. Kasbimizga va kasbimizdan topadigan rizqimizga Alloh baraka bersin. Ushbu muborak oylarda barchangizni duo qilamiz inshaalloh.